Dostlar, men bugun Shinoya. Dostlar, men bugun 8 Navruzga berilgan siyosatlarni ko'rsatishni bo'laman. Ayniqsa videomiz ko'rsatamiz. Birinchi siyosat menga manday sara qo'rabshada. Uning ichida bizga o'ta kelimat qo'l surtuvga arналган 5 штук просто uraman. Kelesi menga ko'p tushda paketchikchi ishimga hozir bizga sara tusda bu konfet solg'angan qaysi bo'ladi? Adis. Do'stlar, menga kelesi so'li bu qanday so'l? Bu sirdi Ayıldı, men aldığım vlogda ko'rsatgan bo'lardim. Meni sizlar. Bizga 2 g'ana so'l qoldi. O'shanday roza paketchiga so'l. Shuncha bunday. Niye şaposday? Şaposday ko'rpishdi. Menga 1 g'ana so'l qoldi. Eng so'nggi so'l meni mana. Bu qara және үлкен paketchikchi hozir ishlash qilyapman. Vau, o'ta kelmaydi mындай sudalaqpен qapoq. Ma'ham jarasada degan o'ydaman. Do'stlar, kelesi videoning boshida aytib o'tganman, anamada berilgan siyosatlarni ko'rsataman. O'slaycha menga anama berilgan so'l qanday o'ta aytimi жаңа сумочка. Kelesi menga u qanday adisda tamoq ishlaydi, sonday sekildi. Dostlar, kelesi menga mana yerda 2 surat qoldi. Birinchi menga manday anamning chizgan, anamning da surati bor. Mine. Kelesi surat menga mana anday bo'lgan. Ya'ni apam men atamning to'yida. Kelesi menga kulgun tushdi. Kelesi eng so'nggi zat bizga Ildar bergan bloknot. Ya'ni 2 bloknot. Men na bloknotning ishini sanab ko'rganman, 7-8 bet. Bu da 60 bet. Do'stlar, o'smeymen videom tamom bo'ldi. Like bosib, qizil knopkani sir knopkaga aylantiring. Ya'ni podpisatsiya. Do'stlar, kommentariyada yozishni unutmanglar. Xo'sh, sog'likda